Bolalar bu Onyx avtomobiliga lyuk dатчик uстановка qilishni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomon passajir tomonni bakovini shuni yechib olasizlar. Bu yoqda 7 ta steker, 5 tasi ulanadi. Qizil, qora, malla, sariq, yashil ulanadi. Oq bilan ko'k shart emas. Mana bu stekerni sug'urib olganinglar, bu tomonda 3 ta, bu tomonda 2 tasim bor. 3 talik tomonda mana bu yerda mana shu massa ulanadi. Qora ulanadi, mana bu yerdagi qora. Mana shu massasiga ulanadi. Bu yoqda qoraga X bo'lib turibdi. Mana shu steker pastdan plus. Mana stekerda qizil sim ulanadi. Endi bu yoqda mana bu qalin qizil sim. Mana shu mallani o'rnida turadi. Biz buni shuna sug'urib olganimizda, mana bu sariqqa pastdan ulaganmiz. Mallani esa buni o'rniga joyiga tiqib qo'yganmiz. Bu narsani mana bu yerdan kesib, sariqni tepasiga, mallani pastiga ulab qo'ysanglar ham bo'ladi. Bitta yashil sim qolyapti. Bu yashil simni mana bu ikkita massani o'rtasidagi simga shuni ulab qo'yasizlar bo'ldi. Xudo xolasa ishlashlari eshikni zamok o'chirib, eshikni shuni ochgan vaqtdan keyin 5 sekunddan keyin o'sha lyuk ochiq bo'lsa, yopib qo'yadi.